Hammaga assalomu alaykum. Biz bugun qish bozordamiz. Qoraqamish. Bugun sizlarga narxlarni qancha nima chiqimligini aytib o'tamiz. Qoraqamish qish bozorida, Kaptarlar bozoridamiz. Aka, nech puldan bo'pti bularingiz? Bularni 600 mingdan olamiz, parasini, bolasini men tekin qilib beramiz. Aha. Bular ham xuddi shunday, yoshi bir xilmi hammasi? Ha, bu ikkita parani yoshi bir xil, mana bunisininki yoshroq, g'aladoy. Bu qancha bo'lgan? Necha oyliklar bular? Bu menimcha adashmasam 2 oylik. Men o'zim boqmayman-da, uyda. 2 oyliklari shunda qanchadan bo'pti? Bular 500 mingdan olamiz. Bular qanchada tuxumga kirib o'sha bola berish boshlaydi? 3-4 oy. 3-4 oy, ha? Buni qimmatlari qayerda? Eng yana zo'rlari. Qimmatlari mana mashina bo'ladi. Mashina. Pastagilar ham sizdan? Pastigilar ham mendan. Bu eng arzoni. Qizil oyoqli. Bular nima qizil oyoq nima uchun arzon narxi? Paypog'i-yu. Ha. O'shaning uchun. Paypoq bo'lmagani uchun, ha? Bu 400 ming parasi. O'z yoshingizdagi odamlarga qaysi qushi nima kapitalni parasini maslahat berasiz boqishni? Endi ko'paytirishga bo'lsa, Pavlin yaxshi. Ha. Anaqa ishqibozligi bo'lsa, uchiradigan yaxshi bilaman. Ha. Ya'ni kimga qanaqa? Bo'l, nomeringizni aytib keting endi bular. 93 050 47 bor. Bo'l. Telefon qilsa boramiz, anchagina. Bo'l. Bozoringizni bersin, charchamang. Assalomu alaykum. Narxlar nech puldan ekan aka bular? $100. Aha. $100. Bular pari $100mi, donasimi, dada? Donasi. Buni pari mana malla. Aha. Mana buni pari bu yo'q pari. Bu hali ko'pga tushyapti. $100dan oshib keladi. Ta'mili 300 ming, 400 ming o'ziga qarab. Dada bularni rangini aralash qilib juftlashtirsa yaxshimi, yomonmi? Bir ikkitalari olib bo'lib ketadi deyishyapti. Yo'q, o'ziga xil qilsa, navbat bir xil. Mana mallaga mana chokar bo'ladi. Demak, bozorda bir xil rangliklar narxi qimmat yuradi. Kaptarda qilchilikni endi boshlayotganlarga bitta to'p maslahatingiz bering. Endi qanaqa maslahat? Olgandagi yaxshisini olib, yaxshisidan boshlash kerak-da. Yaxshisini olib, yaxshisini boqsa, yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Bozoringizni bersin dada. Charchamang. Sog' bo'ling.